Hurmatli obunachilar, qum chiqargan kelganmiz, qumni alishtirgan keldik. Qarasak, qotib qolgan qumni. Nimadan qoladi? Suv tuzli birinchidan. Ikkinchidan to'g'ri foydalanishmagan. Uchinchidan o'zini to'g'rilab suv yumshatadigan shunaqa ximikatlar bor. Shuni qotib qolishini sal o'zi ham oldini oladi. Tosh bo'lib qolganda, chi. Bunaqa tosh bo'lib qolmaydi. Hozir buni aralashtirib beramiz. Chiqaryapmiz. Mana. Saralab qo'yganmiz. O'zi mana bunaqa bo'lishi kerak. O'zi mana bunaqa bo'lib yotibdi. Mana bunaqa qilib maydalab chiqaryapmiz. Chelaklar sekin-sekin buni ichida 300 kilo. Mana shunaqa sekin-sekin chiqaryapmiz. Hop. Yarım yekemadi hali. Mana shunaqa qilib chiqib o'tibdi. Mana shunaqa cho'qibdi. Mikro yaxshilamapti. Mana cho'qibdi. Xudo xolisa ichini bezab oldik. Soat 12 bo'lib ketdi. Hozir mana qumdan sug'oramiz. Ichiga to'ldirib, xolisa bitta. Qumimizni almashtirib bo'ldik. Bitta plissos qilib bering deyishdi. Hozir plissoslarni qilib beramiz. Xudo xolisa basseynimiz ishlayapti. Yangi qumda cho'tki ishlaydi, xudo xolisa. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqa chiqib sizlar bemalol